Mana bugun bizda Uzun tumandagi Istiqlol mahallasida Sanoat qurilishi bank rahbariyati bilan sayyor qabul bo'lib o'tdi. Xalqimizga nima bo'lsa ham yordam qilingizlar. Mahalladagi aholimizga ichimlik suvi, aholi tomorqalarini sug'orish uchun mo'ljallangan artizan quduqlari yo'qligi hamda nosoz bo'lgan artizan quduqlarning sozlanishi masalalari ko'tarilib, yo'l masalalari, yo'lni asfalt qilish, yo'llarda tartibga keltirish masalalari ko'tarildi. Isbotlar olib mana vazirlik olib borish kerak. Yeminni rayona mudiri mana shu qishloqdamiz. Endi dolzarb bir oylik davomida bu banklarni mana aholimizni kerak bo'lgan qatlamlarini kredit bilan ta'minlanishida, qo'shimcha ishchi o'rinlari yaratilishida, chorvachilik, asalarichilik, dehqonchilik, mana bahorgi ekin-tikinlarida kartoshka urug'lari bilan ta'minlanishida, kam ta'minlangan oilalarimizni kambag'allikdan qutqazish uchun ularni tomorqalarini haydab berilishi, ularga urug' yetkazib berilishi, ularni sabzavot, poliz ekinlari yoki daraxt ko'chatlari, mana yashil makon shakllanishida bu daraxtli ko'chatlarni yetkazib berilishida bu sayyor qabullar turtki bo'ladi. Isbotlar olib mana vazirlik olib borish kerak. Yeminni rayona mudiri mana shu qishloqdamiz. Uzun tuman Istiqlol mahallasida yashovchi, ya'ni kambag'al oilalar ro'yxatida turadigan Husan va Sanoat opamiz salomatliklari uchun zarur bo'lgan dori-darmonlarga amaliy yordam so'ragandilar. Dori-darmonlar birlamchi olib berildi hozirgi o'zida. Ikkinchi bosqichda yuraklariga jarrohlik yo'li bilan stent qo'yishni vrachlar tavsiya qilgan ekan. Hozir shu masalada murojaat qildilar, gaplashib oldik. Toshkent shahriga borib, tegishli shifoxonada davolanib, jarrohlik amaliyotini amalga oshirish uchun yo'llanma zarur bo'ladi. Yo'llanmasini hal qilganlaridan keyin biz Sanoat qurilish bank tomonidan homiylik mablag'lari hisobidan ketadigan barcha sarf xarajatlarni qoplab berishga kelishib oldik. Shu suv masalasi deyilganda ajratiladigan mablag'i birinchi navbatda shu artizan bilan mana hozir latoklar orqali tomorqalarga suv yetkazib berish masalasi birinchi qo'yildi. Avvalo prezidentimizga rahmat, bank xodimlariga ham katta rahmat aytaman, chunki meni davolashdi. Yana davolashmoqchi. Ilohim hamisha sog' salomat yursin, ishlariga omad. E'tiborli bo'lgani uchun bizlar ancha sog'ligimizni tiklab oldik. Rahmat. Yil bizni Istiqlol mahallamiz og'ir hududga tushgan. Oldinlari bordiki 1-2 hosil olib, shu bilan hosildor to'xtab qoldi. Aholini qo'li sovib qolardi. Mana shuni hisobga olib, mana artizan quduqlarni qazishyapti. Agar bu artizan quduqlarning hammasi ishga bir oy ichida dolzarb oyda ishga tushib ketsa, kamida 600-620 ta xo'jalik 2 marta emas 3 marta hosil olib, o'zini daromadini yuqori nimalarga olib keladi. Qizim mana chanoq yemirilishdan rosa qiynalib kelyapti. Operatsiya qilishga imkoniyatimiz yo'q edi, yetmas edi. 3 yildan beri, necha yil men shu paxtaga boraman, shuni operatsiya qildiraman deb. Mana homiylar kelib qoldi, o'zidan o'zi. Men birinchi yilga mana ya mahallaga operatsiya qildi deb murojaat qilganim yo'q edi. Homiylar o'zidan o'zi kelib qolib, qizimni Toshkentga olib borib, operatsiya qilib, protez qo'ydirib, o'zlari yana mana olib berdi. Sanoat qurilish banklari xodimlari hammasi nima kamchiliklar bo'lsa qilib beramiz deb tez-tez kelib xabarlashyapti. Mana rahmatchilar hammasiga rahmat. Ko'chatlar olib kelib berdi. Mana tomonlar kartoshka olib kelib berdi. Mana yekdi, ko'chatlarni yekdi. Yana tez-tez kelib mana homiylar xabarlashib turibdi.
hurmatli prezidentimiz tomonidan 3 milliard 250 ming so'm pul ajratilgan og'ir mahallaga tushganimiz tufayli aholini daromadini oshirish, qamaldan chiqarish, agroddan unumli foydalanish uchun, suvdan tanqis bo'lgani uchun, mana adir sharoitida suv yo'qligi uchun 1 km 700 metrda beton ariqni kovlab betonlash, keyin bitta arsa quduq kovlash, arsa quduqlar kovlanib bo'ldi. Mana betonlash jarayoni davom etmoqda. Turizmda joyimiz qoldi. Xudo xolasa hammasini topshiramiz deb birgalikda hamkorlikda ishlab boryapmiz. Olti sutik tomorqam bor. Shuni haydatib qo'ygan edim, tayyor edi. Bank xodimlari kelib, mana nima ekishni maslahat qildik. Kartoshka ekish rejam bor edi, lekin pulim yo'q, ololmayotgandim. Mana urug' olib kelib berishdi. Xudo xolasa mana 3 sotoga ekdim. Biron qismini o'zimiz yesak, sotishga ham chiqadi picha. Nasib xudo xolasa qo'y qilish rejalar bor. Buning foydasidan bu daraxt ekdim. Mana bog' qilyapman yarmini. Hadi yaxshi, Xudoga shukr. Mana shu bank xodimlarini boriga shukr. Mana rahmat, shuncha prezidentimizga rahmat, shunday yetishmayotgan oilalarni aniqlab yordam qilib turibdi. Rahmat shuning uchun. Hozirda 17 yoshdaman. Til o'rganishimga yordam bo'lish uchun bank tomonidan kompyuter sovg'a qilishdi. Bu kompyuter men til o'rganishim uchun juda katta imkoniyat bo'ldi. Va men hozirda yaqinda sertifikatga topshiryapman. Xudo xolasa maktab bitirganimdan so'ng Diplomatiya universitetiga, xalqaro munosabatlar fakultetiga topshirmoqchiman kelajakda. Xudo xolasa davlatimizga, sanoat qurilish bankiga va hammasiga xudo xolasa muzokaralarda boshqa davlatlar bilan muzokaralar olib borib davlatimizga juda katta foyda keltirish niyatim bor. Bugunda biz 3 ta mahallada, demak Jannat makon va Shohjahon mahallalarimizda bir kontur bir mahsulot doirasida ishlar ham amalga oshiryapmiz. Xususan Shohjahon mahallasida 40 ta fuqaromiz bir kontur bir mahsulot doirasida 20-konturdan 17 sotixlik yerdan 6 gektar yer maydonini ajratib berganmiz va bugungi kunda ular to'liq o'sha mahsulotlarni, ya'ni piyoz mahsulotlarini ekkan. Demak, bir kontur bir mahsulot berilgan o'sha 40 ta fuqarolarimizning asosiy qismi bu ayollar daftariga, yoshlar daftariga kirgan fuqarolarimiz iborat. Ularga biz o'sha birinchi o'rinda mahsulot olishlari, ya'ni o'sha bir kontur bir mahsulot bo'yicha o'zlarining ishlarini boshlash uchun qulay imtiyozli kreditlarni tavsiya qilyapmiz va yoshlar ayollar daftari jamg'armasidan subsidiya asosida ko'chat, urug' mahsulotlarini olib berish bo'yicha o'sha ayollar va yoshlar faollari bilan hamkorlikda ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Shu yerda olganimiz bir kontur bir mahsulot, hammasiga piyoz ekilgan 15 gektar yerda. Shuni xudo xolasa piyozni olgandan keyin ikkinchi ekinda hammasiga mosh ekmoqchimiz. Dehqonchilikni 15 yildan beri qilaman aka. Shu dehqonchilikning orqasidan bitta qizimni chiqardim, o'g'limni uylantirdim, to'y qildim. Undan tashqari men 2 ta tomorqa olganman. Shu dehqonchilikning orqasidan Rossiya yo'q. Dehqonchilik, oilaviy dehqonchilik qilamiz dalaga. Hozirgi kunda Ramazon oyida ketyapti. Xalqimiz bu oyda shukronalikni, mamlakatimizni rivojini mana shu iftorliklarda aytib duo qilishyapti-da. Mana shu prezidentimiz tomonidan mahallalarda rahbarlarning biriktirilishi, bu shu mahallalardagi xalqni kayfiyatini yaxshilashga katta hissa qo'shyapti.